realniy narxda Kia Kabej ko'rsataman. Necha pul bilan chiqadi deb o'ylaysiz? Narxini o'ylab turing. Taxmin qilganingizdan ham arzon chiqishi aniq. Ungacha ko'rsatib o'taman. Kia Kabejimiz 2022-yil birinchi pozitsiya, kraskalari top-toza, 4 ta yumshoq yaxshi archa bilan taqib qo'yilgan. Mashina ideal holatda. Eshigini bitta ochganda ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Plastika koja joylarga hali yaltirab qirilib ketmagan. Oyoq qo'yadigan joylari ham yengidek turibdi, qirilmagan. Mashinaning holatlari ideal. Ichiga bitta o'tirganda hali salon hidi ketmagan, yengidek turibdi. 69700 yurgan mashinani bunaqa asrab avaylab haydash qiyin, lekin shunaqa yaxshi haydaydigan o'rtoqlarni atmetga qilib ketasizlar. Mashinaga qanaqa kerakli funksiya bo'lsa, hammasi qo'yib qo'yilgan. O'zingiz samolyotda ichiga o'tirgandek his qilib ketaverasiz. Mashina yumshoq, mazza qilib olib haydash kerak. Mashina o'zi ekonomik hisoblanadi, 2 litrli. Lekin shunda ham bunga propan ustanovka qilib qo'yishgan. Bu mashinani bizdan $2000 boshlang'ich to'lov bilan hamma xarajat ichida o'zingizning nomingizga rasmiylashtirib olib ketsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib bilib olasizlar. Shoshilinglar.